Kim kuchliroq? Zayvu yoki Simple? Zayvu hozirgi AWP qirollaridan biri. Simple esa CS:GO afsonasi. Ammo ularning haqiqiy to'qnashuvi hali davom etmoqda. Dastlab mayor yutuqlaridan boshlasak, Simple'da bitta mayor, bitta MVP, Pegal Stockholm 2021. Zayvuda esa ikkita mayor, Parij 23 va Austin mayor 2025, ikkita MVP. HLTV reytingiga yuzlansak, har ikkisi ham 3 martadan top 1 reytingini qo'lga kiritishgan. Simple 2018, 2021, 2022-yillarda top 1 reyting. Zayvu esa 2019, 2020 va 2023-yillarda. AWP statistikasiga kelsak, Simple CS:GO'da AWP bilan 1.30 reytingni saqlagan yagona o'yinchi. Ammo CS:GO'da Zayvu ustunligini boshlab bo'ldi. 2025-yil mayorda 1.39 reyting, 7 marta clutch, 2 mapda 30+ frag. Zayvu bu kechda 2025-yilda ham top 1, ya'ni eng yaxshi o'yinchini qo'lga kiritsa kerak. MVP'lar soni bo'yicha Simple'da 20 ta MVP, Zayvuda esa 27 ga yetdi. Endi esa haqiqatga o'tsak, Simple CS:GO'da pasayganini tan oldi. U stress, ichkilik va shaxsiy muammolar ta'sirida o'yinlardagi ohang o'zgargan. Buni o'zi ham yashirmayapti. Ayniqsa oxirgi mayorda uning o'yinini ko'rdingiz. Guruh bosqichlarida yaxshi, play-offda esa doimgidek juda yomon statistika. Va davom etsak, mediada, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda Simple doim faol. U CS:GO o'yinchilari ichida eng ko'p obunachiga ega yagona o'yinchi. Simple va Zayvuning o'rtasidagi farq shundaki, Simple yakkalikda yirtqich, ammo jamoaviy pasayishlar unga zarar yetkazadi. Zayvu esa har bir bosqichda barqaror va hozir dominatsiyaning cho'qqisida. Do'stlar, kim haqiqiy GOAT? Fikringizni kommentariyada yozing. Videoni Simple va Zayvuning muxlislariga jo'natib qo'ying.